Hurmatli tadbirkorlar, mana bugun Agrobank filialida navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuv kuni. Ushbu uchrashuvdan asosiy maqsad hozirgi kunda tadbirkorlar qiynab kelayotgan muammolari, masalalari, shuningdek mana bank sohasida bugun qanaqadir ish jarayonidagi muammolar bo'ladigan bo'lsa, ularni hal qilish uchun yig'ilganmiz. Hozirgi kunda bitta ma'lumot berib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda asosan bank sohasi bo'lgani uchun bank asosan kredit beradi. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash dastlabki sohasi bu kreditlash jarayoni. Hozir yangi kredit bankimizga yangi kredit liniyasi ochilgan. Bu o'sha jismoniy shaxslarga 50 million so'mgacha zalovsiz kredit berish. Uning yana qulaylik o'zgartirish kiritildi. Ayollarga 2% pasaytirib berildi. Ayol